Bugun shuningdek davlatimiz rahbari pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. E'tibor markazida pensiya miqdorini hisoblash tartibini takomillashtirish masalalari bo'ldi. Mutasaddilarga xorijiy tajribani har tomonlama puxta o'rganib, xususiy va korporativ pensiya tizimlarini yaratish bo'yicha qonun loyihasini kiritish vazifasi qo'yildi. Inson hayoti turli davrlardan iborat. Biz ta'lim olamiz, mehnat qilamiz, oila quramiz. Bular inson umrining ma'lum bir bosqichlari. Kun kelib, davlat fuqarolarga ko'p yillik halol xizmatlari uchun o'zining minnatdorligini bildiradi. Bu esa har bir mamlakatning pensiya tizimida ko'proq namoyon bo'ladi. Jadal taraqqiy etayotgan har qanday davlat sanoat, infratuzilma yoki iqtisodiyotni takomillashtirish bilan cheklanib qolmasdan, ijtimoiy himoya tizimini ham zamonga mos ravishda bosqichma-bosqich rivojlantirib boradi. Mamlakatimiz rahbari bir necha bor ta'kidlaganidek, islohotlarning haqiqiy mazmun mohiyati iqtisodiy o'sish sur'atlari, investitsiyalar hajmi yoki yangi ishlab chiqarish quvvatlari soni bilan emas, balki islohotlarning samarasi har bir inson hayotida qay darajada o'z aksini topayotgani bilan baholanadi. Shu bois bugun hayotning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli yangilanish jarayonlari bilan bir qatorda pensiya tizimini takomillashtirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan, raqamli transformatsiya izchil amalga oshirilayotgan va davlat xizmatlari sifati tobora yuksalib borayotgan O'zbekistonda pensiya ta'minoti ham eng zamonaviy xalqaro standartlarga muvofiq bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda faqat ayrim mexanizmlarni yangilash emas, balki inson manfaatlari eng asosiy o'rinni egallagan, qulay, shaffof va adolatli tizimni shakllantirishni anglatadi. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, jarayonlarni avtomatlashtirish, ortiqcha byurokratik amaliyotlarni qisqartirish, hisob-kitoblarning aniqligi va tezkorligini ta'minlash, ilg'or xalqaro tajribani tatbiq etish. Bular shunchaki oddiy reja emas. Eng asosiy maqsad umrining salmoqli qismini mehnat bilan o'tkazgan, mamlakat taraqqiyoti yo'lida halol ishlagan insonning o'z hayotidan mamnun bo'lib yashashiga, davlatning munosib qo'llab-quvvatlashiga tayanishi uchun ishonchli tizimni yaratishdir. Chunki bugungi kunda zamonaviy pensiya tizimi nafaqat ijtimoiy to'lovlar masalasi, balki davlatning barqaror o'sishi, fuqarolar oldidagi mas'uliyati va har bir inson hayotining barcha davrlarida munosib qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanligini belgilab beruvchi muhim mezon hisoblanadi. Shuning uchun ham mamlakatimizda mazkur sohani isloh qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi taqdimotga ham mas'ullar tomonidan puxta tayyorgarlik ko'rildi. Bugungi kunda o'z respublikamizda 4.300.000 da pensionerlarimiz bor. Bu jami aholimizni 11.2% tashkil qiladi. Bugungi kunda pensiya tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, demak oxirgi 10 yilda O'zbekistonda pensiyalar 3 barabarga oshirildi. Bu ya'ni iqtisodiyot o'sgan sarin pensiyalarimiz ham shu iqtisodiyot o'sishiga mos ravishda oshirib borilmoqda. Jahon tajribasida o'zi pensiya tizimlari qanday tashkil qilingan va bu pensiyalar odamlarimizning hayotiga qanday ta'sir qilishi, iqtisodiyotga qanday ta'sir qilishi bo'yicha umuman jahon tajribasini o'rganib, O'zbekistonda pensiya tizimiga takliflar tayyorlangan edi va shu bo'yicha davlatimiz rahbariga takliflar taqdimot qilinadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. So'nggi 10 yilda mamlakatimizda pensiya miqdori 3,3 barobar oshirildi. Uning eng kam miqdori minimal iste'mol xarajatlari darajasidan yuqori belgilandi. 2021-yilgacha 1,1 million nafar fuqaroning pensiyasi 400 ming so'mdan kam bo'lgan. Bugungi kunda eng kam pensiya miqdori 878 ming so'mni, minimal iste'mol xarajatlari esa 715 ming so'mni tashkil etmoqda. Taqdimotda jamg'arib boriladigan pensiya tizimi rivojlangan mamlakatlarda pensiya mablag'lari iqtisodiyot uchun uzoq muddatli resurs vazifasini o'tayotgani qayd etildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakatimizda pensiya tizimi to'g'ri yo'lga qo'yilsa, iqtisodiyotga uzoq muddatli mablag'larni jalb qilish mumkin. Buni Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari ham tasdiqlamoqda. Shu bois pensiya tizimini ilg'or xorijiy tajriba asosida isloh qilish, jamg'arib boriladigan xususiy va korporativ pensiya tizimlarini rivojlantirish zarurligi ta'kidlandi. Hozirda fuqarolar ish haqining 0,1% jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga o'tkaziladi. Ushbu mablag'larga hisoblanadigan yillik 10% daromad bank omonatlaridan qariyb 2 barobar kam. Shu munosabat bilan mazkur tizimning jozibadorligini oshirish va aholini unda
o'yinda faol ishtirok etishga rag'batlantirish bo'yicha yangi mexanizmlar taklif qilindi. Xususan, oylik ish haqi 7,6 million so'mgacha, pensiya hisoblash bazaviy miqdorining 15 baravari bo'lgan fuqaro jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga ish haqining 5% ni o'tkazsa, davlat tomonidan qo'shimcha yana 2,5% miqdorida mablag' ajratish ko'zda tutilmoqda. Oylik ish haqi 7,6 million so'mdan yuqori bo'lgan fuqarolar uchun esa to'langan ijtimoiy soliqning shu miqdordan oshgan qismining 1% ni ularning jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga o'tkazish taklif etildi. Pensiya miqdorini hisoblash tartibini takomillashtirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Amalda pensiya oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidagi 5 yillik ish haqidan hisoblanadi. Shuningdek, ish haqining 6 million so'mdan yuqori qismi hisobga olinmaydi. Bu ayrim hollarda fuqarolar pensiyasining o'rtacha miqdori pasayishiga olib kelmoqda. Shu bois pensiya hisoblanadigan ish haqi davrini 5 yildan 20 yilgacha uzaytirish hamda past daromad olingan ayrim davrlarni hisobdan chiqarish taklif qilindi. Shuningdek, 2027-yildan boshlab pensiya hisoblashda inobatga olinadigan ish haqining yuqori chegarasini hozirgi 6 million so'mdan 6,6 million so'mga oshirish ko'zda tutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, yangi tartib asosida pensiyaga chiqadigan fuqarolarning pensiya miqdori hozirgiga nisbatan 8% ga oshishi kutilmoqda. Davlatimiz rahbari pensiya tizimidagi o'zgarishlar millionlab fuqarolarning hayoti va kelajagiga daxldor ekanini ta'kidlab, har bir taklifning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini puxta hisob-kitob qilish zarurligini ko'rsatib o'tdi. Bunday masalalarni aholi, keng jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari va blogerlarni jalb qilgan holda ochiq muhokama qilish, islohotlarning maqsadi va kutilayotgan natijalarini fuqarolarga aniq tushuntirish vazifasi qo'yildi. Mutasaddilarga xorijiy tajribani har tomonlama puxta o'rganib, xususiy va korporativ pensiya tizimlarini yaratish bo'yicha qonun loyihasini kiritish vazifasi qo'yildi. Hurmatli prezidentimiz adolatli pensiya tizimini yaratish bo'yicha bir qancha topshiriqlar berdilar. Ya'ni har bir fuqaro pensiya yoshiga yetganda o'zi uchun o'zi qayg'uradigan tizim yaratish bo'yicha topshiriq berdilar. Bundan tashqari barcha islohotlar bo'yicha aholimiz o'rtasida, fuqarolarimiz o'rtasida tushuntirish ishlarini birgalikda sharhbod qilish topshiriqni berib o'tdilar. Hozirgi kunda 4,3 million nafar pensionerlarimiz mavjud bo'lib, pensiya daromadlari 86 trillion so'mga yetdi. Lekin hozirgi kunda davlat byudjetidan daromadlar xarajatlari orasidagi farqni qoplash maqsadida 23 trillion so'm byudjet mablag'lar hisobidan transfer ajratib beriladi. Ana shu 23 trillion so'mlikni o'zini o'zi qoplaydigan pensiya jamg'armasi bo'yicha topshiriqni berib o'tdilar. 2025-yil yakunlariga ko'ra pensiya tizimi bo'yicha umuman ijtimoiy o'sha ish beruvchilar tomonidan ijtimoiy soliq to'lanadi. Bu o'rtacha 12%. Lekin hozirgi kunda bir qancha shu bo'yicha imtiyozlar berilgan. 2025-yil agar ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, 65 mingdan ortiq korxonalar 3,2 trillion so'mlik soliq imtiyozlari olgan. Ya'ni bu soliq imtiyozlari 12% dan yoki butunlay ozod etilgan yoki 1% miqdorida to'laydigan imtiyoz joriy etilgan. Ana shu imtiyozlarni ham qayta ko'rib chiqish va buni 30-yillardan borib bekor qilish tizimini ham o'ylab ko'rish bo'yicha topshiriq berdilar. Bundan tashqari, hurmatli prezidentimiz tomonidan o'zini o'zi band qilgan fuqarolarimiz bor. Ularga bir qancha demak imtiyozlar yaratish, ular tomonidan o'sha pensiya jamg'armasiga to'lab borishni rag'batlantirish tizimini yaratish bo'yicha topshiriq berib o'tdilar. O'zini o'zi band qilgan fuqarolarimiz tarafidan hozirgi kunda 2,8 million bo'lsa, shuni qariyb 800 mingga yaqini 30% ixtiyoriy ravishda soliq to'laydi. Ba'zi hisoblash miqdorida pul to'laydigan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bu 1 yil staj avtomatik hisoblanadi. Bu hozirgi kunda 412 ming so'm bo'lsa, ya'ni fuqaro 412 ming so'm to'lab 1 yillik stajini oladi. Mana shuni rag'batlantirish maqsadida majburiy tartibda belgilash tizimini joriy qilmoqchimiz. Ertaga bu fuqarolarimiz ham pensiya tizimi bo'yicha stajlari yetarli darajada bo'lishi ta'minlash bilan birga to'lagan to'lovlardan ijtimoiy sug'urta jamg'armasiga ajratmalar joriy qilyapmiz. Fuqaro ertaga bola parvarishi bo'yicha ta'tilga chiqadigan bo'lsa yoki o'sha kasalligi bo'yicha nafaqa ta'tiliga chiqadigan bo'lsak, ana shunda ham nafaqa olish imkoniyatini yaratadigan tizim qilinyapti. Shu bo'yicha alohida topshiriqlar berdilar, takliflarimizni ma'qulladilar. Pensiya tizimini raqamlashtirish bo'yicha alohida topshiriqlar bo'lib o'tdi. Shu kungacha mana har yillik pensiyaga chiqayotgan fuqarolarimizni qariyb hozirgi kunda 62% proaktiv tarzda tayinlanadi. Lekin 38% arxiv hujjatlarida, avval ishlab o'tgan ishxonalarda yetarli ma'lumotga ega bo'lmagan sababli haligacha qog'oz shaklida qolayotganligi va bu borada ana shu qolgan 38% pensiya chiqayotgan aholimizni ham hujjatlarni raqamlashtirish bo'yicha alohida topshiriq berib o'tdilar va bu kelajakda pensiya yoshi 60 yosh bo'lsa, 60 yoshga yetdim erkaklarimiz avtomatik ravishda pensiya tayinlanadigan tizimni joriy qilishda
topshirig'ini berib o'tdilar. Pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha davlat rahbarimizga takliflar taqdimot o'tkazildi. Ushbu taqdimot jarayonida davlat rahbarimiz tomonidan pensiya tizimini yanada rivojlantirish, jamg'arib boriladigan pensiya tizimlarini rag'batlantirish, yanada yangi instrumentlarni tatbiq etish bo'yicha topshiriqlar oldik. Qolaversa, bugungi kunda pensiyani tayinlayotganda aynan adolat mezonlarini mustahkamlash, ya'ni insonlarimiz mehnatiga yarasha pensiya olishi, ularga munosib mehnat sharoitlari yaratilishi va mana shu mehnat qilayotgan insonlarga ijtimoiy himoya instrumentlarini yanada ko'paytirish bo'yicha topshiriqlarni oldik va pensiya tizimi bo'yicha takliflarimizni xalqimiz bilan, olimlar bilan, blogerlar bilan keng muhokama qilib, qaytadan davlat rahbarimizga kiritish topshirig'ini oldik. Davlat pensiyasiga qo'shimcha ravishda jamg'arib boriladigan ixtiyoriy pensiya tizimlarini ham rivojlantirishimiz kerak. Bu xalqaro tajribada ham shuni ko'rsatadiki, inson qanchalik ixtiyoriy pensiya tizimiga badal kiritsa, pirovardida pensiyasi yanada oshadi. Bundan tashqari prezidentimiz tomonidan mana shu jamg'arib boriladigan pensiya tizimini rag'batlantirish uchun davlat tomonidan ishtiroki bo'lishini, ishlovchi ixtiyoriy pensiya tizimiga o'zi badal kiritadigan bo'lsa, davlatimiz tomonidan uni 50%gacha jamg'arib boriladigan pensiyasiga qo'shib boriladi. Bu 20 yil, 25 yildan keyin nafaqat o'zi to'lagan badal, ya'ni davlat tomonidan ham qo'shimcha pensiya yaratilganligi dalolat bo'ladi. Ushbu takliflar davlatimiz rahbari tomonidan berildi. Endi buni muhokama qilamiz va takliflari bo'yicha tegishli farmon loyihasini kiritamiz. Bundan tashqari davlat rahbarimiz jahon tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda ham xususiy pensiyalarni rivojlantirish, korporativ pensiyalarni rivojlantirish bo'yicha bir qator topshiriqlar berdilar. Ushbu bo'yicha ham takliflarimizni o'rganib kiritamiz.